Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan HTML da ro'yxatlar mavzusini ko'rib o'rganib chiqamiz. Avvalambor doimgidek bitta papka yaratib olishdan boshlaymiz. New folder qilib bitta yangi papka yaratib olamiz va mana shu papkani tanlab ichida bitta HTML fayl yaratib olamiz. Xo'p, demak faylimizning nomini kelinglar mayli index.html deb nomlaymiz. Index.html. Hop, mana bizda fayl yaratildi. Ana endi kodlarimizni yozishni boshlaymiz. Avvalambor, bizga kerakli kodlarni chaqirib olamiz va bugungi o'rganishimiz kerak bo'lgan mavzuni boshlaymiz. Hop, avvalambor HTML da ikki xil ro'yxatlar bor. Birinchisi, OL. UL dan boshlaylik. UL. Ya'ni bu unordered list degani. Hop, keyingisi OL. Bu ordered list. Ya'ni unordered list degani bu tartibsiz ro'yxat, tartiblanmagan ro'yxat. OL degani esa ordered list so'zini qisqartmasidan olingan bo'lib, tartiblangan ro'yxat degan ma'noni bildiradi. Hozir ikkalasini farqini va qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Hop, avvalambor UL dan boshlaymiz, ya'ni tartibsiz list, tartiblanmagan. Hop, bu juftdek bitta UL tegini ochib olamiz va brauzerda ochib ko'radigan bo'lsak, hop, bizda hozir hech narsa chiqmaydi, sababi hali biz to'liq kodlarimizni yozmadik. Hop, UL o'zining ichida li degan teglar mavjud. Ya'ni bu list item degan so'zni qisqartmasidan olingan. Ya'ni mana shu UL'imizni, ya'ni unordered listimizni ichidagi har bitta bolasi, ya'ni list itemlari, ya'ni bittadan ro'yxatdan qismlari. Hop, aytaylik bu yerga olma deb yozamiz va biz bir nechta ro'yxat yaratishimiz mumkin. Uzun va banan. Hop, mandarin deymizda va ochib ko'radigan bo'lsak, mana bizda yaqinlashtirib ko'ramiz. Ro'yxat paydo bo'ldi. Hop, tepasiga aytaylik H1 da mevalar deb saqlaydigan bo'lsak, mana bizda tartibsiz ro'yxatimiz paydo bo'ldi. Hop, endi mana shu UL tegimizni type degan atributi mavjud. Ya'ni bu bizda nima vazifani bajaradi deydigan bo'lsak, mana bu ko'rib turgan qora nuqtalarimizni boshqacha shaklga o'tkazishimiz imkonini beradi. Hop, typening birinchi atributi bu hop circle. Ya'ni circle bu mana ichi bo'sh doira ko'rinishda chiqarib beradi. Hop, keyingisi disk degani bor. Bunisi o'zini default, ya'ni dastlabki holati, hech narsa o'zgarmaydi. Dastlabki holatda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Demak, diskni ko'rdik, circle'ni ko'rdik. Keyingisi square. Ya'ni to'rtburchak shaklda mana ko'radigan bo'lsak, shunaqa uch xil shakli mavjud. Ya'ni biz o'zimiz xohlaganimizni qo'llab ishlatishimiz mumkin. Hop, endi keyingisini ko'radigan bo'lsak, bu OL, ya'ni ordered list, tartiblangan ro'yxat. Uning uchun biz OL tegini chaqirib olamiz va uni ham xuddi UL kabi list itemlari bor, li. Hop, buning ichiga aytaylik, nima desak bo'ladi? Hop, bu yerga H2 da hop, darslar ro'yxati deylik. Va mana bu yerga HTML, undan keyin CSS va JavaScript. Va bu yerga aytaylik React deb ko'radigan bo'lsak, mana bizda tartibli ro'yxatimiz paydo bo'ldi. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, bizda ro'yxatimizni oldida raqamlab tartiblab berdi. Endi buni ham xuddi tartiblanmagan ro'yxat kabi mana bu oldidagi sonlarni o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni buni ham type atributi bor. Xo'p, bu hozir boshlang'ich holatda mana bu raqamlarda turibdi, ya'ni 1 2 3 4 shunday keladi va buni
alifbo bilan ham belgilasak bo'ladi. Kichkina a deydigan bo'lsak, mana A, B, C, D shunday ketadi yoki katta deb belgilaydigan bo'lsak, biz mana A, B, C katta harflar bilan ketadi. Xo'p, va bizda kichkina i deydigan bo'lsak, bu katta i deydigan bo'lsak, o'sha Rim raqamlarida, kichkina i deydigan bo'lsak, bu ham mana kichkina Rim raqamlarida bizda hosil bo'ladi. Endi mana bu bir holatda saqlab turib ko'ramizda, bizda yana bitta atributi bor, bu start. Ya'ni nechidan boshlansin? Aytaylik, birdan emas. Men misol uchun 10 dan boshlashni xohlayapman. Bu yerga 10 deydigan bo'lsam, mana 10 dan boshlanib ketadi. Yoki men bu yerga xohlagan sonimni yozishim mumkin. Aytaylik, 30 deyishim mumkin. Mana bu yerda 30, 31, 32, 33 bo'lib ketadi. Va xuddi shuni yana bitta reverse degan qiymati mavjud. Ya'ni teskarisiga tartiblab beradi. 30, 29, 28, 27 ko'rinishida. Xo'p, buni startini o'chirib qo'ygan taqdirimda ham mana to'g'ri 3, 2, 1 bo'lib ketadi. Xo'p, demak, HTMLda biz ko'rib o'tgan teklarimiz UL, ya'ni unordered list, tartiblanmagan ro'yxat va OL, ordered list, tartiblangan ro'yxat. Ikkalasining farqini ko'rib chiqdik. Xo'p, demak, bugun o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Keyingi darslargacha xayr.